Rifkat aka, assalomu alaykum. Kelinglar jigar, nima gap? Yangi boy. Yaxshimisiz? Bu do'stimizga kamchilik? mashina zararlandi aka. Baqa. Kelinglar jigar, klient. Nima gap? Qanaqa mashina minadilar? Gentrami birorta mashinani Kakras. qilib bering aka. Mana kakras. Ikkita eshikda kraskasi bor. Oxiri 8000 ga beraman. 8200 ga bermadim. O'rtag'iz ekan 8 ga beraveraman. Jigar yurgizaylik. Do'stim ko'rinchi, kraskasi toza 10000 ekan. Do'stim Rifkat aka 11000 ga bermayapti. Biz mana hurmatim bilan 10000 ga beraman deyapti. Bir ko'rchi. Mashina yaxshi ekan, yoqdimi? Bo'ldi Rifkat aka. Mashina o'rtog'imga yoqdi. Baraka. Baraka. Bu 200 dolar, 7800 mandolas. O'rtog'im aralashtirmay qo'yasiz. O'zi bilan dogovor qilib qo'yaman. Shu ertaga notarius 7800 kutaman. Bo'ladi. Jigar. Aka mashina lekin yoqdi, chiroyli mashina ekan. Jigar xafa qilyapsiz. Rifkat akangizni oldi yopig'i bo'lmaydi, oldi ochiq mashinalar. Baraka topasiz. Yaxshi ham shu do'stim bor. Bo'lmasam, mashina bozorida yedirib yuborishyapti-yu. Begonalar yedirishini qo'ying, hozir do'stlar bor-ku. Uni qoshiqda yedirmayapti. Lovis tortib kosasi bilan ag'darib qo'yapti jigar. Mayli, baraka topasiz, yaxshi mashina. Jigar atak qoyil qoldim. Ilonni yog'iga dul taqgan odam ekansiz. O'rganishim kerak bo'lgan narsalar bor sizdan Sadirlar. Rifkat aka, yana bitta iltimosim bor sizdan. Qo'lidan kelsa jonim bilan jigar. Shu mashinani bir 3 millionni berib, 5 millionni bir 2 oyga variant qilib bering. Vardiz haqida.